Sotqinlik. Bu oddiy so'z emas. Bu odamning yuragiga sezdirmay sanchilgan pichoq. Eng yomoni esa u pichoqni dushman emas, men doimingman degan inson ushlaydi. Ishonch bergan qo'llar sindirdi meni, kulib qaragan ko'zlar ichimni tilka qildi. Yonimda turib duo qilgandek edi, orqamga o'tib esa meni sekin ko'mib ketdi. Sotqin odam hech qachon birdan o'zgarmaydi. U avval mehr beradi, keyin odat bo'ladi, keyin ishonchingga kiradi, so'ng eng kerak paytingda tashlab ketadi. Men dushmandan emas, ukam deganimdan yiqildim. Men begonalardan emas, nonimni bo'lishgan insonlardan kuyib ketdim. Yillar davomida o'rgatdim, bilmaganini bildirdim. Qoqilganida suyadim, yiqilganida ko'tardim. Sirlarimni berdim, kasbimni berdim, bor bilimimni ayamdim. Lekin qo'lidan ish kelgan kuni meni unutdi. Kecha ustoz degan til bugun meni yomonlay boshladi. Kecha yonimda yurgan inson bugun ortimdan gap sotdi. Qiziq, inson qanday bunchalar o'zgaradi? Bir piyola choy ichgan odamni bir kun kelib ko'ziga tik qarab sotadi. Axir ustoz oddiy inson emas, u sen yiqilmasliging uchun o'zini qurbon qilgan odam. Ustozning duosi bilan ochilgan yo'l, ustozning ko'ngli og'risa yopiladi. Chunki rizq faqat pul emas, halollik ham rizq, vijdon ham rizq, rostgo'ylik ham rizq. Sotqinlik bilan qurilgan yo'l bir kuni albatta qulaydi. Bugun o'zini kuchli his qilganlar ertaga yolg'izlikda sinadi. Bugun ustozini inkor qilganlar ertaga o'z soyasidan qo'rqadi. Chunki hayot jim turadi, ammo adolatni unutmaydi. Tunlari uyg'onib ketasan hali, vijdoning ichingni tirnaydi. Sen odam qilgan insonni ranjitding degan ovoz qalbingni ezadi. Ana o'sha azob eng katta jazo bo'ladi. Men esa endi o'zgardim, har aka deganga ishonmayman. Har ustozsiz hech kimman degan so'zlarga aldanmayman. Chunki bildim, ba'zi insonlar narvonga chiqquncha pastga qaraydi. Tepaga chiqqach esa narvonni tepib yuboradi. Lekin ular unutgan bitta haqiqat bor. Daraxtning ildizi qurisa, shoxlari uzoq yashamaydi. Ustozdan rozi bo'lmagan shogirdning ishi yurishi qiyin bo'ladi. Chunki duosiz yo'lning oxiri qorong'ulik. Men yomonlik tilamayman, faqat vaqt hammasini o'rgatadi. Kim chin edi, kim niqobda edi, baribir bir kun bilinadi. Va eng achinarlisi, ba'zi shogirdlar ustozining qadrini uni yo'qotgandan keyingina tushunadi. Ammo o'shanda juda kech bo'ladi.